Seni xafa qilganni bir yerlarda boshqasi xafa qiladi. Ish bilan bog'liq bo'lishi mumkin, sevgi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Sen juda sevding, ammo u sevmadi. Ketib boshqasini sevdi, u insondan munosib javob olmaydi. Seni xafa qilganni bir yerlarda boshqasi xafa qiladi, chunki xafa qilgan inson oxiratda omon qolmaydi. Bu dunyoda aynan yaralagan yeridan yaralanishiga aminman men. Ammo sen yarala olmaysan. Chunki sening kuching yetmas uni yaralashga. Boshqasi yaralaydi, ammo sen xafa qila olmaysan. Yaralagan yeridan u ham yaralanadi bir kun. Menga aytishganda, qanday oyoqda turibsiz bunday ayriliqdan so'ng deb. Dedimki, men ko'zguda ko'rganni u inson endi ko'rmaydi. Mensiz bo'la olmasdim. Aslida undan so'rang qanday oyoqda turibsiz deb. Bu hayotda kimga ishongan bo'lsam bari aldadi. Yarim yo'lda tashlab qochdi. Men aldanishim mumkin, ammo aldamayman.